Yaponiya allaqachon 2050-yilda yashayotganining 5 ta isboti. Bu yerda kelajak oddiy kundalik hayotga aylangan. Birinchidan, yomg'ir terapiyasi. Savdo markazlari kirishida soyabon qurituvchi maxsus moslamalar bor. Qo'l soyabon ko'tarib yurish o'tmishda qolgan. Bino ichi esa doim quruq va toza. Ikkinchidan, halol marketing. Qonun bo'yicha mahsulotning o'ramidagi rasm, ichidagi mahsulotning o'lchami va ko'rinishi bir xil bo'lishi shart. Iste'molchini aldagan kompaniyani katta jarimalar kutadi. Tashqi reklamada nimani ko'rsangiz shuni sotib olasiz. Uchinchidan esa skan poyabzallar, ya'ni oyoq kiyim sotib olish. Bu individual yondashuv. Siz dizayn tanlaysiz. Maxsus skaner esa oyoq tuzilishini o'lchaydi. Natijada oyoq kiyim sizga emas, sizning anatomiyangizga moslab tayyorlanadi. To'rtinchidan, metro. Jamoat transportlari haqiqiy komfort zonasi. Unda maxsus panduslar, bolalar va maxsus ehtiyojli yo'lovchilar uchun avtomatik ochiladi. Час pik paytida esa o'rindiqlar vagon tepasiga yig'ilib, yo'lovchilar uchun keng joy ochib beradi. Va eng oxirgisi, zerikarli suv quvurlari o'rniga yaponlar kreativ zanjirlardan foydalanishadi. Yomg'ir suvi shu zanjirlar bo'ylab oqqanda esa insonni tinchlantiruvchi ajoyib ovoz chiqaradi. Bu ham estetika, ham anti-stress. Endi savol tug'iladi. Yaponiya kelajakmi yoki shunchaki tartib? Sizni eng ko'p qaysi bir qulaylik hayratlantirdi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.